buxgalterlar nima ish qiladi, qanaqa bo'ladi? Buxgalteriya qiyin degan tushuncha yuradi. Yo'q, qiyin emas. Siz uni tilini, nima ishlar qilinishini, qayerda nima bo'lishini bilib olsangiz, umuman qiynalmaysiz. 30 ta korxonani buxgalteriyasini yuritganman va bu eng kamida $100 bo'lganda ham menda asosiy ishlarimdan tashqari $3000 daromad doimiy ravishda qo'shimcha passiv daromad sifatida olib yurganman. Men hozir sizlarga buxgalteriya haqida to'liq ma'lumot beraman. Ya'ni oxirgi payt juda ham qiziq savollar ko'p. Buxgalteriya haqida, unga kirish, ishlash, qiziq vaziyatlar yoki qiyinchiliklar, bular haqida siz bugungi darsimizdan keyin to'liq informatsiyaga ega bo'lasiz. Birinchisi, o'zi buxgalter kim yoki buxgalteriya o'zi nima degan savol. Moliyada, ya'ni buxgalteriya sohasida moliya, hisob-kitob, raqamlar mavjud. Buxgalteriya birinchi o'rinda kim uchun, nima uchun kerak degan savolga javob bu biznesda egasi uchun kerak bo'ladi. Ko'pincha o'ylashadi, buxgalteriya davlatga kerak, sog'liqlarga kerak. Yo'q o'rtoqlar, unaqa emas. Biznesda egasi, tadbirkor uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bu hisob-kitob, korxona qancha daromad qildi, nima xarajatlar bo'ldi, bu biznes egasidagi bu biznesda qancha foyda bo'lyapti o'zi, qancha puli bor, kimlardan qarzi bor degan tushunchalar biznesda egasiga kerak. Endi buxgalterlar nima ish qiladi, qanaqa bo'ladi? Buxgalterlar har kuni biznesda egasiga informatsiya beriladi. Ular kun davomida boshqa korxonalarga pul o'tkazishadi yoki bankda pul tushgan pullarni nazorat qilib berishadi, shartnoma qilinadi, tovarlar, xizmatlar, ishchilar, xodimlar, hisob-kitob, hujjatlar bilan ishlashadi. Ko'pincha buxgalteriya qiyin degan tushuncha yuradi. Yo'q, qiyin emas. Siz uni tilini, nima ishlar qilinishini, qayerda nima bo'lishini bilib olsangiz, umuman qiynalmaysiz. Buxgalterlarning bitta zo'r tomoni onlayn ishlasa bo'ladi. Ya'ni siz uyda o'tirasizmi yoki qanaqadir yurishga qaqadir borib kelasizmi yoki больницада bolalaringiz bilan bo'lishingiz mumkin. Har xil vaziyatlar bor, ayniqsa ayol kishilarda ko'p bo'ladi bu. Xohlagan paytingizda, xohlagan joyingizda buxgalter bo'lsangiz, onlayn ishlash imkoniyati juda ham zo'r. Undan tashqari, bir vaqtda o'zida bir nechta korxonani, ya'ni o'sha firmalarni hisob-kitobini buxgalteri bo'lib qilib, qo'shimcha yana daromadlar qilishingiz mumkin. Men o'zim 15 yillik buxgalter bo'lsam, meni asosiy ish joyim professional futbol ligasi. Futboldaman, ko'pchilik kuladi, futbolda nima ish qilasiz deb. Futbolda ham o'zini buxgalteriyasi bor. Har bir tashkilotda buxgalteriya bor. O'shaning uchun ko'pchilikga aytamanki, bu zo'r soha, o'rganib olsang hamma joyda keraksan deyveraman. Budjet korxonasi bo'ladimi? Kichkina firmalar bo'ladimi, hattoki kichkina mahallangizdagi do'konlarga ham buxgalter kerak bo'ladi. O'zim professional futbol ligasida asosiy ish joyim. Milliy universitetda buxgalteriyadan dars beraman. Qarang, buxgalteriyani bilganim uchun dars berib yana men qo'shimcha daromad qilaman va asosiy ishimdan tashqari bir nechta korxonalarni buxgalteriyasini yuritganman. Mana Finway kompaniyasini ochishimdan oldin meni futboldan tashqari, asosiy ish joyimdan tashqari 30 ta korxonani buxgalteriyasini yuritganman. U yerda import korxonalarim bor edi, Hoffman kompaniyalarim bor edi, xizmat ko'rsatish, kichkina do'konlar. Shunga yaqin mana shu 30 ta proyektni yuritganman va bu eng kamida $100 bo'lganda ham menda asosiy ishlarimdan tashqari $3000 daromad doimiy ravishda qo'shimcha passiv daromad sifatida olib yurgan. Buxgalterlar pul o'tkazadi, hisob-kitob qiladi. Har oy firmani soliqlar to'lab, отчет topshiradigan joylari bo'ladi. Xo'p, NDSli degan narsalar bo'ladi. Endi firmalarga qarab uni dars jarayonlarida ham o'rgatamiz. Yilda bir marta ham buxgalterlar katta отчет qilishadi. Shu paytda ham siz hattoki agar buxgalteriyani yaxshi o'rgansangiz, boshqa korxonalarni shu hisob-kitobini qilib berib, qo'shimcha pul topishingiz mumkin. Endi buxgalteriyadagi qiyinchiliklar, qanaqa qiyinchiliklar bor? Birinchi qiyinchilik ustozi yo'q buxgalterlarda bo'ladi. Chunki ular kimdan so'rashni bilishmaydi. O'shaning uchun har doim aytaman, bu sohaga kirganingizda birinchi bo'lib ustozlarni topib olinglar. Ustozlarni tanlab olinglar, o'sha muhitga kirib olinglar deyman. Ikkinchisi,
bilim yetishmasligidan bo'ladi. Ya'ni ko'p buxgalterlar ishlashadida, malaka oshirishmaydi, borishmaydi, so'rashga uyalishadi. O'rtoqlar, hozir buxgalteriya kurslari, malaka oshirish, hattoki mana YouTube'da ham bepul darslar bor. Meni o'zimda ham bir nechta yo'nalishlar bo'yicha ham bepul darslarim bor, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, buxgalteriya sohasini zo'r tomonlarini sanayman. Birinchisi, bu sohada doimiy ravishda ish bor. Ya'ni buxgalterman deb aytsangiz, hamma joyda keraksiz. Xoh budjet bo'lsin, xoh tashkilotlar bo'lsin, o'quv markazlari bo'lsin. Qarang, buxgalteriya sohasida hamma kompaniya bor, to'g'rimi? Masalan, biznesda. Bu kompaniyaga birinchi o'rinda buxgalter kerak. Birinchi o'rinda ajil kadr kerak emas, yurist kerak emas, marketolog, SMMchilar kerak emas. Birinchi o'rinda buxgalter kerak. Nima uchun? Chunki kompaniyani hisobotlarini kimda jo'natib turish kerak. Demak, buxgalter hammaga kerak. Ikkinchi zo'r tomoni, bir vaqtda o'zida bir kamida 10-15 ta firmani buxgalteri bo'lib, bir vaqtda o'zida yaxshigina pul topish. Uchinchi zo'r tomoni onlayn ishlash. Misol uchun, chet elda bo'lasizmi, kasal bo'lasizmi yoki boshqa bir yurishingiz bo'ladimi, siz o'sha yerda o'tirib ham pul topa olasiz. Ya'ni kasal bo'lib qolgan taqdiringizda ham, больницада yoki uyda yotgan taqdiringizda ham siz u отчетlarni qilib berib turasiz. Sizga ishga chiqmading yoki kasal bo'lib qolding degan narsalar yo'q. To'rtinchisi, doimiy ravishda bizneslarni o'rganasiz. Misol uchun, men 15 yillik buxgalter bo'lsam, bugungi kunda O'zbekistonda har qanaqa biznesni o'rganganman. Qanaqa qilib? Ularni buxgalteri bo'lib, men ulardan ko'p narsalarni o'rganaman. Ular ham mendan ko'p o'rganishadi. Har xil sohalarni ko'rdim. Shu evaziga menda biznesga bo'lgan qiziqish, o'zim ham bir nechta bizneslarni qilishim paydo bo'lgan. Ya'ni siz buxgalteriyani o'sha kompaniyada ishlaganingizdan keyin ko'p narsalarni yaxshi o'rgana olasiz. Sherik bo'lishingiz mumkin, o'zingiz biznes boshlashingiz mumkin. Yana bitta zo'r tomoni, yaxshilab o'rganganingizdan keyin ustoz bo'lishingiz ham mumkin. Qarang, masalan, men Milliy universitetda dars beraman-da, undan tashqari menda hozir 2 ta filialim bor, buxgalteriyani o'rgatamiz. Yoki ishlayotganlarni malakasini oshiramiz, yoki noldan kelayotganlarni. Bu ham qo'shimcha siz uchun qo'shimcha daromad bo'ladi. Buxgalteriyani o'rganayotganingizda sizda turli xil qiyinchiliklar yoki odamlarni qarshiligi yoki yon atrofingizdagi yaqinlaringiz ham qarshiligi bo'lishi mumkin. Masalan, qo'ysangchi, nima keragi bor deb. Lekin ularni gapiga quloq solmang, chunki siz bu sohaga kirganingizdan keyin qiyinmasligini ko'rasiz. Va ko'pincha savol berishadi, necha oyda yaxshi buxgalter bo'laman? O'rtoqlar, hammasi o'zingizga bog'liq. Siz qanchalar o'zingizni sota olishingizga ham bog'liq. Sotish deganda bu reklama, o'zingizni xizmatingizni boshqalarga yetkazib berish. Misol uchun, menda o'zini xizmatini sotish tezroq, ko'proq. Men har qanaqa joyda yurganimda men buxgalterman, meni buxgalterlarim bor, men o'rgataman deb yuraman va insonlar, yon atrofimdagi hamma inson meni o'zi tanib olishadi. Bitta tadbirga borsam, o'zi bu darsga boshqa darsga kelishgan, lekin men tanishar ekan, kelib sizni taniymiz, buxgalteriyadan o'rgatasiz, sizga shogird tushmoqchimiz. Sizni qancha odam tanisa, shunchalik ko'p firma ola olasiz. Ya'ni ko'proq ishga kirib yaxshi daromad qila olasiz. Qancha vaqtda o'rganishingiz o'zingizga bog'liq. Misol uchun, bir kunda ham buxgalter bo'lishingiz mumkin yoki 3 oyda bo'lishingiz mumkin, 1 yilda, 10 yilda, har doim har xil. Lekin men har doim aytaman, meni yonimga kelib buxgalteriyani o'rganishni boshlab, tashab qo'yib, yana qaytib kelganlar juda ham ko'p. Yoki buxgalteriyani nonini yegan odam baribir qaytib keladi deyman. Chunki buxgalteriyani bitta yaxshi tomoni, misol uchun, mana kompyuter, o'tirib ishlaysiz, og'ir mehnati yo'q. Masalan, ko'pchilik baribir mehnat qiladi. Kimdir usta, tomda ishlaydi, kimdir qurilishda ishlaydi, kimdir santexnik, kimdir bozorda, do'konlarda ishlashi mumkin. Issiq, sovuq, og'ir, har xil qiyin vaziyatlar. Lekin buxgalterlar qishda issiqqina xonada, yozda muzdekkina konditsionerda bitta kompyuter bilan o'tirib, hurmat qilishadi buxgalterlarni. Ya'ni sizga o'ylab muomala qilishadi, iltimos deyishadi. Bu ham o'zingizga bog'liq. Siz eng zo'r buxgalter bo'lishingiz uchun, mana shunaqa yaxshi sharoitda ishlashingiz uchun, yaxshi pul topishingiz uchun hammasi o'zingizni qo'lingizda bo'ladi. Siz maqsadlaringizni oldingizga yozib,
harakatni boshlang, inshaalloh Alloh hammasini yetkazadi. Buxgalteriyada ko'pchilik tushunmaydigan, bilmaydigan joylar ko'p. Menda ham bo'lgan. Men ham necha yil davomida ishlab yurganman, pul topib yurganman, lekin mohiyat tushunmaganman. Lekin malaka oshirib, o'qib, o'rganib, o'zim uchun pul sarflaganimdan keyin bu narsalarni tushundim. Shunga sizga ham buxgalteriya sohasiga kirayotganingizda qo'rquvlar bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiy holat. Qo'rquv bo'lishi kerak, qo'rquv yaxshi narsa, lekin agar siz ozgina harakat qilsangiz, bularni yengib o'tasiz. O'zimda ham xuddi shu qiyinchiliklar bo'lgan, lekin o'sha paytlarda YouTube darslari bo'lmagan. Siz uchun hozir bepul darslar taqdim qilingan. Harakatni boshlang. Katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi. Keyingi darsda ko'rishguncha.